o'rningiz yo'qolmasin. Har doim ana shunday bag'ri mutillikda yorug' yuz ila diydor ko'rishmoqlik barchamizga nasib ro'z aylasin. Hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar, iltimos diqqatingizni markazga, sahnamizning markaziga qaratishinglarni so'raymiz. Bugun Vahob akamni farzandlarini nikoh to'ylari bilan qutlash uchun nafaqat qavm qarindoshlar, do'stlar, balki estradamizning yorqin yulduzlari ham qadam ranjida aylashgan. Shunday ekan, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar, ijodlari yurtimiz poytaxti Toshkentda azimda bo'lgan, o'zining kuy-qo'shiqlari bilan elimiz xizmatiga olqishga munosib bo'lgan Yorqin Xo'jani sahnaga taklif etamiz. Qo'lini band bo'lmasa qarsak chalamiz. Marhamat, sahnada Yorqin Xo'ja.